hurmatli samarqandliklar, oqova suv tarmog'idan foydalanuvchilar. Samarqand shahrida ayniqsa qor yomg'ir mavsumlari paytida shahar ko'chalarini yuza qismida, ko'chalarda kanalizatsiya tizimlari o'tgan, kuzatuv qopqoqlari o'rnatilgan joylarda kolodis qopqoqlari yomg'ir suvlarini bosim ostida otilib chiqib, shaharda suv toshqinlari yuzaga kelyapti. Buning asosiy sababi oqova suv tarmoqlarida mana shu yomg'ir suvlarini to'g'ridan-to'g'ri ulanganligi sabab bo'ladi. Biz mana shu oqova suv quduqlarini rejaviy tarzda tozalab chiqamiz. Bularni har bir faslga shay holatda keltiramiz. Oqova suv tarmoqlarida yomg'ir suvlarini to'g'ridan-to'g'ri ulanish natijasida ko'p qavatli uylarning yerto'la qismida ham suv qaytish holatlari yuzaga kelyapti. Asosan oqova suv tarmoqlarida toshqin holati, avariya holatlari nima sabablar bo'yicha yuzaga keladi? Birinchisi, maishiy chiqindilar, bolalar tagliklarini oqova suv tarmoqlarida oqirish. Ikkinchisi, qor yomg'ir suvlarini to'g'ridan-to'g'ri mana shu oqova suv tarmoqlariga ulanish natijasida mana shunday nosozliklar vujudga kelyapti. Faraz qilaylik, oqova suvlar chiqib ketadigan tarmoq o'sha quvur 1,5 metr suv ketadigan bo'lsa, yomg'ir payti biz unga majburlab 5 litr suvni sig'dirmoqchi bo'lamiz. Tabiiyki, bu vaziyatda suv toshqin holatlari bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 163-prim 1 moddasida belgilangan. Bunda kanalizatsiya, oqova suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish, foydalanish qoidalarini buzish, ifloslantiruvchi moddalarni oqizish, tarmoqlarga zarar yetkazish uchun javobgarlik borligi ko'rsatiladi. Yomg'ir suvini oqova tarmoqqa noqonuniy ulash yoki qattiq chiqindilar tashlash ham kanalizatsiyadan foydalanish qoidalarini buzish sifatida baholanishi mumkin. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining ichimlik suvi va oqova suv tizimlaridan foydalanish qoidalarini belgilovchi qarorlari ham mavjud bo'lib, bularda oqova tizimiga qattiq chiqindilar tashlash va ruxsatsiz ulanish taqiqlangan. Hurmatli iste'molchilar, oqova suv tarmoqlaridan foydalanish madaniyatiga amal qilaylik.